Xabar berib borayotganimizdek, kecha Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida maktab ta'limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda qayd etilganidek, oxirgi 7 yilda maktabgacha va maktab ta'limi uchun mablag' 7 karra oshirilgan. Bu yil 60 trillion so'm ajratilgan. Maktablarda 1 millionga yaqin, bog'chalarda 1,5 million yangi o'rin yaratildi. Ta'lim dasturlari eng ilg'or mamlakatlar tajribasiga moslashtirilmoqda, darsliklar yangilanyapti. Maktablarga zamonaviy jihozlar olib berilyapti. Endi muallimlar yangi metodikalarni o'zlashtirib, bolalarga yaxshi bilim berish kerak. Buning uchun pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim sifatini oshirish zarur. Yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, to'g'ri tarbiyalash, zararli ta'sirlardan asrash ham dolzarb masalalardan. Yig'ilishda sohadagi har bir yo'nalish atroflicha tahlil qilinib, ustuvor vazifalar belgilandi. Maktab ta'limini yangi bosqichga ko'taradigan tashabbuslar ilgari surildi. Avvalo, pedagoglarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimiga e'tibor qaratildi. Bu borada Abdulla Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot instituti va uning 13 ta hududiy markazi qayta tashkil etildi. Nizomiy nomidagi oliy o'quv yurti Milliy pedagogika universitetiga aylantirilib, uning rektori bir vaqtning o'zida kadrlar tayyorlash bo'yicha vazir o'rinbosari bo'ldi. Pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazi tashkil qilindi. Endi bu imkoniyatlar asosida barcha pedagogika oliygohlari faoliyati tubdan o'zgartiriladi. Masalan, Termiz pedagogika instituti misolida aytganda, hozirgi fakultetlar o'rnida aniq, tabiiy, ijtimoiy, filologiya, amaliy fanlar, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bo'yicha 6 ta oliy maktab tashkil qilinadi. Fanlar soni maqbullashtirilib 20 tadan 15 taga, ta'lim yo'nalishlari 31 tadan 17 taga tushiriladi. O'quv yuklamasi 20% ga qisqaradi. Yaqin hududdagi maktablar uning amaliyot bazasiga aylantiriladi. Institutning xorijiy til sertifikati bor 20 nafar o'qituvchisi shu yil Buyuk Britaniya, Germaniya va Singapur kabi davlatlarga malaka oshirishga yuboriladi. Kelgusi 3 yilda barcha professor o'qituvchilar chet elda o'qitiladi. Top 100 talik universitetlarda malaka oshirish va ta'lim xizmatlarini olish to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida bo'ladi. Shu bilan birga o'rta ta'limdagi 17 ta fanning har biri bo'yicha alohida tayanch maktablari bo'ladi. Tayanch maktab o'qituvchisi malaka oshirish markaziga kelib, o'z yo'nalishida xalqaro dasturlar asosida chuqur tayyorlanadi. Ularga trener maqomi beriladi. Keyin bu trenerlar o'zga biriktirilgan hududda 25 nafar yetakchi o'qituvchini o'qitadi. Yetakchi o'qituvchilar esa o'z maktabdagi boshqa muallimlarning malakasini oshirib boradi. Bundan tashqari universitet, markaz va maktablardan muallimlar xorijga malaka oshirishga yuboriladi. Bugungi kunda xususiy oliygohlarga keng yo'l ochilgan, lekin ularda pedagogika yo'nalishidagi talabalarning 70% maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim va filologiya bo'yicha o'qiyapti. Birortasida kimyo, biologiya va fizika bo'yicha muallim tayyorlanmaydi. Vaholanki, maktablarimizda aniq va tabiiy fanlar bo'yicha o'qituvchi yetishmaydi. Shu bois bundan buyon xususiy oliygohlardagi pedagogik yo'nalishlar davlat institutlari bilan bir xil bo'ladi. Ulardagi pedagoglar va talabalar bilimi tashqi diagnostikadan o'tkaziladi. Bu orqali nodavlat oliygohlarda pedagog tayyorlash sifati nazoratga olinadi. Davlatimiz rahbari yoshlarni nufuzli xorijiy universitetlarda o'qitish masalasiga alohida to'xtaldi. Farzandlarimiz juda iqtidorli ekani, faqat ularni to'g'ri yo'naltirib, maqsadli tayyorlash zarurligi ta'kidlandi. Shu bois Prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturi boshlanadi. Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab tashkil etiladi. Unga 8-sinf bitiruvchilaridan 60 nafari saralab olinib, reyting yuqori oliygohlarga maqsadli tayyorlanadi. Bundan tashqari Prezident va ixtisoslashgan maktablardan 208 nafar maslahatchi umumta'lim maktablariga biriktiriladi. Bu maslahatchilar maktablardan har yili eng salohiyatli 3000 o'quvchini seleksiya qilib AQShning Garvard, Yale, Kolumbiya, Kornell kabi pechak ligasi oliygohlariga tayyorlaydi. Bilimsevarlikka poydevor qo'yishda maktabgacha ta'lim juda muhim. Bugungi kunda yurtimizda 7000 ta davlat va 31000 dan ziyod xususiy bog'chalar faoliyat yuritmoqda. 6 yoshli bolalarning 96% maktabga tayyorlov guruhlariga qamrab olingan. Keyingi yil bu raqam 100% ga chiqadi. Endi ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabga tayyorlov guruhlari va boshlang'ich ta'lim o'quv dasturlari o'zaro uyg'unlashadi. Buning uchun bog'cha bolalarini matematika, tabiiy fanlar va texnologiya yo'nalishlarida tanqidiy va kreativ fikrlashga o'rgatadigan dasturlar ishlab chiqiladi. Shuningdek, bog'cha tarbiyachilarining malakasi, mahorati va psixologik tayyorgarligini oshirish uchun kasbiy sertifikatlash tizimi joriy etiladi. Yig'ilishda o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish chora-tadbirlari ham belgilandi. Shu maqsadda Barkamol avlod maktablari, Yoshlik sport jamiyati va o'quvchi yoshlar markazi yagona tizimga birlashtiriladi. Ular ta'mirlanib, zamonaviy yo'nalishlarga mos jihozlanadi. Xorijiy tillar, sun'iy intellekt, dasturlash va animatsiya kabi yangi to'garaklar ochiladi. O'quvchilar o'rtasida turizmni rivojlantirish bo'yicha ham yangi tizim bo'ladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Buxoro va poytaxtdagi Barkamol avlod markazida kamida 100 o'rinli bolalar sayyohlik bazasi tashkil qilinadi. Har yili 1 million o'quvchi uchun O'zbekiston bo'ylab sayohat uyushtiriladi.
uyushtiriladi. Bolalarni zararli axborotlardan himoya qilish hammani o'ylantirayotgan muammo. Shu bois prezident qaroriga muvofiq Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzurida bolalar kontentini rivojlantirish markazi tashkil qilindi. U mahalliy ijodkorlarga milliy kontentlar yaratish bo'yicha buyurtma beradi. Sohada kadr tayyorlashni tashkil qiladi. Shuningdek, yozgi ta'tilda yoshlarni oromgohlar va foydali mashg'ulotlarga jalb etish, sport musobaqalari, intellektual o'yinlar va san'at kechalari o'tkazish bo'yicha vazifalar belgilandi. Selektor yig'ilishimizda mamlakatimiz rahbarining mana shu ixtisoslashtirilgan 208 ta maktablarning maslahatchilari, maktab rahbarlari iqtidorli o'quvchilarni xorijga tayyorlash bo'yicha bir qator ustuvor vazifalarni berilishi bizning tizimimizga, bizga berilgan katta mas'uliyatli ish bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari olim ayol sifatida shuni aytishim mumkinki, pedagogika universitetlarini maktabgacha va maktab ta'lim vazirligiga o'tkazilishi va maktabgacha bo'lgan ta'lim, maktab ta'limi va undan keyin oliy ta'lim va malaka oshirish institutlarining birgalikda integratsiya asosida ish olib borilishi bu juda katta ta'lim yo'nalishida ustuvor vazifalar deb o'ylayman. Sifatli ta'lim, tarbiya bilan milliy qadriyatlarimiz, milliy kontentlarimiz va milliyligimiz bilan xalqaro hamnafasda bo'lgan tajriba bilan chambarchas bo'lgan holatda ertangi kun 3-Renessans poydevorlarini ustozlarimiz qo'yishi. Buning uchun bugungi ustozlari mana shunday ustozlar uchun bilim darajasi, tarbiya darajasi har tomonlama o'rnak bo'ladigan muallimlarni, ustozlarni, haqiqiy o'zbek muallimlarini, ajdodlarimizga mos bo'lgan muallimlarni xohlayapti. Bunaqa bo'lish uchun har kuni urgandim, bildim demasdan har kuni o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz o'z ustida tinimsiz ishlash kerak. Bor mahorati bilan o'quvchilarga ta'lim, tarbiya berish kerak. Barcha salohiyatimizni ishga solgan holatda mana shu belgilab berilgan ustuvor vazifalarni salohiyatimiz bilan bajarishga bugundan kirishamiz. Davlatimiz rahbari tomonidan mana ta'lim tizimi xodimlariga juda katta bir mas'uliyatli vazifa yuklatildi. Yozgi ta'til paytida dolzarb 90 kunlik e'lon qilindi. Dolzarb 90 kunlik mobaynida mana zakovat, intellektual o'yinlarini tashkil etish, sport musobaqalarini tashkil etish, sport to'garaklariga bolalarimizni ko'proq jalb etish bo'yicha kerakli topshiriqlar berildi. Shuningdek, joriy yilda yozgi mavsumda viloyatimizda 144 ta umumta'lim maktablarimizda yozgi sog'lomlashtirish oromgohlari tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu oromgohlarga 28 mingdan ortiq o'quvchilarimiz qamrab olish belgilangan edi. Mana bugungi topshiriqdan kelib chiqib, viloyatdagi 688 ming o'quvchilarni yozgi mavsumda ham o'sha maktablarda bo'lishi, ularga fan to'garaklari, o'sha o'quv yili mobaynida past o'zlashtirilgan fanlardan qo'shimcha to'garaklar tashkil etish bo'yicha kerakli ko'rsatmalarni oldik. Viloyatdagi ta'lim sifati past bo'lgan 29 ta umumta'lim maktablarimizda boshqa maktablardan tajribali o'qituvchilarni jalb qilish, ana o'sha maktablardagi faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilardagi bo'shliqlarni aniqlab, ularni to'ldirish, malakali o'qituvchilarni jalb qilish bo'yicha ham topshiriqlarni oldik. Bo'yicha viloyatda tizimli ishlarni tashkil etamiz.